Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 20-martdan 25-mart kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kuzatiladi. 24 hamda 25-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 22 hamda 25-aprel kunlari ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. 25-aprel kuni ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatiladi. Haroratlar 22-aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 18-23 darajani tashkil etadi. 23-aprel kuni kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 21-26 darajani tashkil etadi. 24 hamda 25-aprel kunlari kechalari 13-18 daraja, kunduz kunlari 28-33 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kuzatiladi. 24-25 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 22-23 aprel kunlari 13-18 daraja, 24 hamda 25-aprel kunlari esa 11-16 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 22-aprel kuni 22-27 daraja, 23-aprel kuni 18-23 daraja, 24 hamda 25-aprel kunlari 24-29 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kuzatiladi. 24-25 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar 22-aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduz kuni 23-28 darajani tashkil etadi. 23-aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 20-25 darajani ko'rsatadi. 24 hamda 25-aprel kunlari kechalari 10-15 daraja, kunduz kunlari 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.